Lekin strukturaga e'tibor berish kerak. Agar siz strukturani ko'rishga qiynalib yurgan bo'lsangiz, demak prosta struktura bo'yicha vaqt kam sarflagansiz bozorda va ko'zingiz o'rganmagan. Prosta praktika qilish kerak va albatta natija bo'ladi. Xo'p. Bizga bugun Notion file yordam beradi. Buni bitta o'quvchim tuzgan. Полностью o'zbek tiliga tarjima qilib, men sizlarga o'qib o'tirmayman, но в целом aytib ketaman struktura haqida. Bizda o'zi 3 xil struktura bor, bilasizlar. Buni hamma biladi. Ya'ni восходящая структура, нисходящая структура и боковик. Боковик flat ma'nosi ko'p. Nomi ko'p точнее. Xo'p. Bu Notion file juda ham foydali. Buni o'zingizga qanday olib, keyin o'qib o'tirish uchun men efirning oxirida, darsning oxirida aytaman. Так. Mana oddiy vizualniy ko'rinishi strukturani. То есть bizda low, high, higher low, higher high ga e'tibor bermang. Bu jicha sizni putaniца qilib qo'yadi. Просто high low. Ya'ni восходящая strukturada восходящий strukturani aniqlash uchun high nuqtalar yangilanadi, low esa yangilanmaydi. Prosta bir-birini tepaga yangilab ketadi. Всё. Bu narxning o'sishini bildiradi bizga. Xuddi shunaqa pastga tushuvchi trend, то есть нисходящая структура, low high nuqtalari bir-birini pastga yangilab ketadi. То есть lower low, lower high demaslar, prosta bu yerda ham high low. Okey. Da, e'tibor bergan bo'lsangiz, rasmda Dark Trader'da material turibdi. Buni meni o'quvchim полный o'zbek tiliga tarjima qilgan. Чтобы shu rus tilini bilmaydigan odamlar uchun haligi foydali bo'lsin, tushunsin degan ma'noda. Xo'p, strukturani buzilishi bor. Odamlar cho'ch deydi, boss, SMS deydi. В принципе, cho'ch, boss men uchun bir xil narsa. Nomini o'zgartirib qo'ysangiz, uni в целом o'zgartirmaysiz nimaligini, qanday uni ishlashini yoki paydo bo'lishini. Hozir boss nimaligini ham men sizlarga tushuntirib beraman. Так. Получается, boss bu восходящая strukturada yoki нисходящий strukturada oxirgi buzilish kerak emas bo'lgan maksimum yoki minimum buzilsa, shu bizda boss bo'ladi. Ya'ni break of structure, slom рыночной структуры. Сразу grafikda ko'rsatib beraman. Misol, bozor tepaga harakatlanib ketyapti va biz agar oxirgi maksimumni yengilab, mana e'tibor bering, так, давайте пожирнее сделаю, вот так вот. Agar biz oxirgi maksimumni yengilab turib, qaysi minimumdan boshlab shuni yengiladik? Bu minimumdan, to'g'rimi? Demak, bu minimumni buzsak, mana shu движение bilan bu yerda bizda boss bo'ladi. Вот, boss. То есть break of structure, slom рыночной структуры. Bossdan keyin razvorot bo'lish kerak aslida. Har doim ham bo'lmaydi. Fake boss bor, bossdan keyin ham движение дальше tepaga ketishi mumkin. Holatlar har xil. Но biz sizlar bilan именно hozir asosiy holatlarning haqida gaplashamiz. То есть bizda shu boss bor, получается, slom рыночной структуры и SMS degan slom bor. Ya'ni agar bozor tepaga yoki pastga harakatlanib ketsa va oxirgi maksimumni buzmasdan minimumni buzib olsa, bu bizda SMS deyiladi. Shift Market Structure. SMS. Bu ham razvorot, qaysidir paytlarda razvorot haqida bizga tasdiq bo'lishi mumkin, но ko'proq лучше bossga e'tibor beringlar. Chunki agar biz o'tgan maksimumni yengilasak, mana bu уже boss bo'ldi, chunki oxirgi maksimumni yengiladik. Oxirgi maksimumni yengilasak, как бы likvidni yechgandaqa strukturani buzamiz. Bu esa bizga kerakliroq, sifatliroq narsa. Xo'p. Agar bozor bokovikda bo'lsa, bokovikda ketayotgan bo'lsa, biz prosta tak maksimumni buzgan bo'lsak, bu bizda boss bo'ladimi yoki продолжение struktura bo'ladimi yoki ishlasa bo'lmaydimi? Biz albatta uni aniqlash uchun shu bokovikdan tushishdan oldindagi движение qarashimiz kerak. Agar bozor itak pastdan tepaga chiqib ketayotgan bo'lsa, bu boss bo'lmaydi. Bu shunchaki ish narsa. Lekin agar bozor tepadan pastga tushib ketgan bo'lsa va oxirgi maksimumda bu yerda bo'lsa, bu biz uchun boss bo'ladi.
Albatta, bakavik katta mavzu. Men o'quvchilarim bilan как раз таки недавно o'tganman. Deviatsiyalarni, bakavikda qanday savdo qilishni, bakavikdagi manipulyatsiyalar. Bu haqida bugun gaplashmaymiz. Bugun чисто struktura haqida gaplashamiz. Так. Bizda получается максимум, minimum bor, to'g'rimi? Давайте дальше. Boss. Bossda SMS'ni tushundinglar, ya'ni strukturani buzilishi. Давайте еще sellga ketayotganda bizda maksimum bo'ladi-yu. Agar shu maksimumni minimumni buzib turib, keyinchalik shu maksimum buzilib ketsa, mana bu yerda boss bo'ladi yoki SMS bo'ladi? У кого микрофон включен? Boss. Okey. To'g'ri, bu boss bo'ladi. Ya'ni boss bo'lgandan keyin bu biz uchun tasdiq, что katta ehtimol bilan bozor o'zining strukturasini o'zgartirib ketadi. Bu boss. Agar bozor pastga harakatlanib ketsa va oxirgi minimumda mana bunini buzmasdan maksimumda buzsa, bu bizda nima bo'ladi? SMS. Да, bu SMS bo'ladi. Okey. Xo'p, давайте bozorda bir ikkita primer ko'ramiz и уже market range ga o'tamiz. Так, misol. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin to, что bizda mana minimum bor и maksimum bor. Bozor shu maksimumni yengilamasdan mana bu minimumni buzdi. To'g'rimi? Bu bizda boss bo'ladimi yoki SMS bo'ladimi? SMS. Так, давайте qolganlardan mikrofonni yoqib qo'yaman. Javohir aka. Так. Вот вроде все, да? Окей. Так. Mana bu holat ko'rishimiz mumkin. Bizda maksimum bor va minimum bor. Bu yerda boss bo'lganmi yoki SMS bo'lganmi? Boss bo'lgan. Biz zakrep olmasdan minimumni buzadigan bo'lsak ham boss hisoblasak bo'ladimi? Yo'q. Bo'lmasa nima bo'ladi bu yerda? Окей, оставим это без ответа. Хорошо, дальше. Misol, ko'pchilik qiylanadi strukturani imini aniqlab ketishga. Bitta oson usul bor, ko'rsataman. Mana misol bizda impuls bor. Так, давайте маркер возьму. Mana bu minimum, to'g'rimi? Mana bu maksimum. Bu maksimumda mana tepadagini biz buzdik. Qaysi minimumdan boshlab buzdik? E'tibor bering. Mana bu minimumdan, to'g'rimi? Значит, mana bu low nuqta bo'ladi. Keyin bizda mana bu maksimum paydo bo'ldi. Bu maksimum qaysi minimum orqali buzildi? Mana bu minimum orqali, to'g'rimi? Получается, bizda уже mana maksimum bu yerda и minimum bu yerda. Keyin bizda mana bu maksimum qaysi minimum orqali buzildi? Mana bu minimum orqali. Okey. И так дальше. То есть shunaqa qilib strukturani aniqlab ketaverasiz. Bu foyda beradi. Именно hozir novichoklarga tushuntirib berdim. Nisxodящий strukturada ham xuddi shunaqa qilib aniqlasalar bo'ladi. Ya'ni bizda mana minimum bor, to'g'rimi? Biz shu minimumda qaysi maksimum bilan yengiladik? Mana bu maksimum bilan. То есть bizda уже ono как бы korreksiya, impuls, korreksiya, impuls, korreksiya, impuls. Lekin bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Bizda bu asosiy minimum bo'lsa, bu asosiy maksimum bo'lsa, bu asosiy minimum bo'lsa, bu asosiy maksimum bo'ladi. Asosiy minimum bu bo'lmaydi. Mana bu yerda bo'ladi asosiy minimum. То есть получается bizda minimum, bu yerda maksimum, mana bu yerda yana bitta minimum и yana bu yerda maksimum. Уже biz minimumni yengiladikmi? Mana bu yerda mono maksimum buzilganda bizda asosiy shu nisxodящий struktura buzilgan bo'ladi. Agar biz даже mayerdan mana bu minimumdan oladigan bo'lsak, bizda mana bu maksimum bor. Lekin bu yerda уже boss bo'lmaydi. Bu yerda SMS bo'ladi. Nimaga? Chunki biz mana bu minimum bilan bu minimumni yengilamadik. И всё. Так что
O'tyapti. Bu taksilar. Agar bu minimum pastga tushib, buni yengillaganda bu yerda bo'z bo'ladi. To'g'rimi? To'g'ri. Xo'p. Endi hozir Notion faylimizga o'tamiz. Bu yerda o'qimayman-da, o'zingizlar ko'rasizlar. Sibos haqida ham men to'g'risi ishlatmayman, sizlarga ham tavsiya bermayman. Chalg'itadi. No, ma'lumot uchun bu yerda bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Bozor har bitta bu yerda struktura buzilgan, break of structure, keyin strukturani tasdiq qilsa, Sibos deb yozib ketishadi. No, men boshimni chalg'itmayman Sibos deb yozib, prosta uni ko'raman o'zim. Bu yerda ham ko'rishimiz mumkin, asosiy minimum nuqtalar siz ichidagi maksimum minimumlarni olmaysiz. Sizda asosiy minimum, asosiy maksimum bor. Mana bozor pastga harakatlanib ketyapti. Bu yerda biz ko'rishimiz mumkin, mana tepaga chiqdi, pastga, yana tepaga, dальше korreksiya pastga bo'ldi. Agar biz kattaroq time frame ga oladigan bo'lsak, bu shunchaki impuls, korreksiya, yana impuls bo'lgan. Ko'pchilik bu narsani adashtiradi. Misol tasavvur qiling, men hozir 4 soatli time frame chizaman. Mana 4 soatli time frame. Buni jирныйroq qilib qo'yamiz. Oy, не настолько вот так вот. И qora qilib qo'yamiz. Endi siz bitta narsani tushunishingiz kerak, to что bu 4 soatli time frame da bizda 1 soatli time frame bor. 15 minutli time frame bor. Va uni ko'rinishi уже boshqacha bo'ladi. Endi hozir buni qizil qilib, mana ingichkaroq qilib qo'yaman. Mana. Tushundinglarmi? To есть bu 1 soatlining ichida 5 minutli time frame ham bor. U yana ham mayda bo'ladi, yana ham ko'p struktura u yerda bo'ladi. Prosta bizning vazifamiz именно katta time frame ni analiz bekardan bekar qilmaymizda biz. Kerakli shu korreksiya tugaganida, mana misol uchun bu zonada sell pozitsiya ishlash. Bu yerda sell ishlash uchun bizda misol uchun bu yerda boss bo'lish kerak. Boss bo'ladimi? Mayergacha take, bu yerga stop loss. Nimaga sell? Chunki umumiy yo'nalish sell. Va agar biz kichkina time frame da ham, katta time frame da ham bitta tarafga bitim ochmoqchi bo'lsak, bu bizga ancha foyda beradi. Ya'ni отработкамizga именно foyda beradi. Так. Xo'p. Дальше. Bitta вопрос bor edi mendagi. Da, işte. Boz bilan SNS shunda ikkalasi razворот deganimi? Да, u bizga ham misol uchun нисходящий, восходящий разворотника signal beradi. Bo'ldi, tushundim. Shu SMS bo'lsa. Так. Endi дальше ko'ramiz. Bizda strukturani, tak, o'zbek tilida nima edi? Targoviy diapazon degan narsa bor, xullas, o'zbek tilida qanaqa aytishni bilmayman. Targoviy diapazon bu juda ham kerakli narsa, buni bilish kerak. Misol uchun bizda impuls korreksiya bor. Mana bu minimum, bu maksimum. Bozor korreksiya qilishni boshladi. Shu korreksiyani qachon tugashini va qachon уже impuls boshlashini bilish uchun bizga mana bu Fibonacci'dagi 618 emas, adashtirmanglar. Bizga именно OTE kerak bo'ladi. Fibonacci'dagi OTE zona nastroykasini mana ko'rib olishingiz mumkin. Сохранить qilib oling, screenshot qilib olasizlarmi hozir? OTE ni shunaqa qilib nastroyka qilib qo'yinglar o'zingizlar uchun. Всё, да? Okey. Bizda mana bu minimumdan bu maksimumgacha bo'lgan masofa targoviy diapazon deyiladi. Impulsdan keyin korreksiya boshlanadi va agar bozor восходящий strukturada bo'lsa, ya'ni o'zini tepaga yengillab ketsa, long bo'lsa, buyni, ya'ni korreksiya tugashini zonasi bor. Bu birinchi zona discount premium market deyiladi. 0.05 ni ko'ryapsizlarmi? Shu 0.5 dan past bo'lsa, discount zona bo'ladi. To есть mana bunday qilib beraman даже. Splashnoy цвет. Okey, unaqa qila olmayman ekan. Ya'ni mana 0.5 dan pasti bizda полный discount bo'ladi. Mana bu 0.5 dan tepasi bizda premium bo'ladi. Discount premium nima? Premium bu qimmat bozor, discount esa bu arzon bozor. Biz narxni korreksiyani tugab дальше buy bo'lib ketishini kutishimiz uchun bozor именно arzon bozorga kelish kerak. Nimaga?
Smart Money ICT konsepsiyani bo'yicha bozorni katta ishtirokchi yurgizadi. Ya'ni market maker, to'g'rimi? Shu market makerga выгодно arzonda olib qolish. Misol uchun siz ham nimadir sotmoqchi bo'lsangiz, qimmatroqqa sotasiz, sotib olmoqchi bo'lsangiz, arzonroqqa sotib olmoqchi bo'lasiz, to'g'rimi? Bunda ham xuddi shu. Ya'ni agar narx bu yerda 300 bo'lsa, bu yerda уже 150 bo'ladi. Qayerdan выгодно market makerga narxni tepaga yurgizish? Shu 300 narxdanmi yoki 150 danmi? Конечно, 150 dan. Shuning uchun ham korreksiya ko'p joylarda va в основном arzon bozorda diskountda tugadi yoki shu o'rtacha zonaning ichida. Hozir bozorda ham bu narsani ko'rsatib ketaman. To есть, yana tushuntirib ketaman. Bizda impuls bor. Bozor korreksiya qilishni boshladi. OTEni tortasiz, siz birinchi kutadigan zonangiz bu 0.5 dan pasti yoki уже mana bu OTE zona. Bozor shu OTE zonaga kelish kerak. Katta ehtimol bilan bu yerdan уже движение bo'ladi. Так. Hozir davliyani o'chirib qo'yamiz. Bozorda shu narsani ko'rib chiqamiz, kelinglar. Любой strukturani olamiz. Ну, чисто структураны. Давайте вот это. 5 minutli time frame. Так, hozir 1 minutli pauza. Tak, hop. Misol bizda mana bu yerda minimum bor. Mana minimum. Bizda bu yerda maksimum bor. Biz korreksiyani qachon tugashini bilishimiz uchun eng zo'r instrument bu shu Fibonacci. Minimumdan maksimumgacha o'tay tortamiz, e'tibor beramiz 0.5 ga va un pastidagi zonasiga. Bozor shu yerga korreksiya qilish kerak. Tak. Qatimadimi? Aha, korreksiya qildik 0.5 ga. Hop, dальше. OT'ga tushamizmi? OT'ga hali tushmadik. OT zonaga tushdik. Mana ko'rishimiz mumkin. Bu yerdan buy kirish uchun, ya'ni mana bu maksimumgacha buy kirish uchun ichidagi struktura buzilishi kerak. Ya'ni ichidagi struktura. Xolos siz 3 minut time frame ga o'tib ko'ring, yaxshiroq ko'rinadi bu yerda. Bozor tushdi. Tanasi bilan уже strukturani buzilishni berganda men o'zim uchun buy pozitsiya ko'rsam bo'ladi. Mana qaranglar, biz tushdik mana bu zonaga. Tushganimizdan keyin mana 3 minutli time frame ga o'taman. Siz o'zingizga maksimum minimum aniqlab olasiz iloji boricha. Mana men bu yerda ko'ryapman, to что bu yerda minimum bor, bu yerda maksimum и mana bu maksimum bu yerda buzilgan. Mana, to есть bu yerda buzilgan. To есть men potensialda bu yerda buy pozitsiya ko'rsam bo'ladi. Stopni shu yechilgan likvidga qo'yib, tekni mana bu maksimumga. Bu yerda hozir men sizlarga chista strukturani o'rgatyapman-ku. Aslida tasdiq ko'proq kerak bo'ladi bitimiga kirish uchun. No biz unga уже zona qo'shamiz, order block qanaqadir, FVG, momentum qo'shamiz, sessiyani qo'shamiz. Ko'p narsa qo'shiladi bitimiga kirish uchun. Lekin chista struktura haqida tushuntirib beradigan bo'lsam, именно shunaqa ketma-ketlikda bo'ladi. Bu yerda bitta minus men uchun bu mana bu imbalans. Bu imbalans OTE zonaning ichida va u narxni tortishi mumkin. Atak biz уже slom olganimizdan keyin именно struktura bo'yicha bitim ko'rsak bo'ladi. Stopni albatta shu minimumlarga qo'yasiz va tekni asosiy maksimumga. Что-то tezda yurmayapti mana grafik. Так. Трейдинг yo'qotyaptimikan? Mana, то есть получается bizda именно struktura bo'yicha keladigan bo'lsak, asosiy minimum, maksimum bor. Bu impulsdan keyin korreksiya boshlandi. Shu korreksiyaning ichida biz strukturani buzilishini ko'rdik mana. Bu yerdan bitimga kirdik. Stopni asosiy minimumga qo'ydik. Bozor manipulyatsiya berdi, yaxshigina, yana zakrib berdi. Уже mana bu yerda как раз таки уже kirsa bo'lardi. Biz bu yerda mana take profitgacha bordik.
То есть nima uchun bu pozitsiya ishlab berdi? Asosan nima uchun? Не то, что biz qanaqadir там нереальный setup bu yerda ko'rdik, a просто umumiy yo'nalish boy, umumiy yo'nalish to'g'rimi? Yangi katta struktura boy, biz shu ichki strukturaga kirib boyga tasdiq ko'rdik. Всё. Agar shu maksimum buzilmaganda men boy qidirmardim. Всё. Ham bunaqa qiyin emas. Давайте yana bitta пример shunaqa ko'rsataman. Так. Там sifatliroq joy chiqsa, sizlarga ham tushunarliroq bo'ladi. Такой незамудренный joy bo'lsa. Misol. Bizda minimum bor, maksimum bor. Hozir mana bu joyni kesamiz. Qarang. Bozor agar men bu minimumdan maksimumgacha tortsam, diskount zonaga kelmadi, to'g'rimi? Arzon bozorga kelmadi. Men o'zi kutaman, to что bozor bu yerga kelgandan keyin tepaga chiqish kerak. Chunki men uchun bu yerda bitim ochish qulay zona bo'ladi. Lekin bozor уже mayerdan boshlab turib tepaga chiqishni boshladi. Kimdir уже bu yerda buy ishlashni boshlaydi. No bu narxni tepaga yurgizish uchun yaxshi zona emas-ku. Biz uchun yaxshi zona bu 0.5 dan pasti, to'g'rimi? Bozor agressiv pastga tushdi. Endi o'taga tushdik mana. Bu yerda bitimga kirishim uchun bu 1 soatlik time frame. Albatta kichikroq time frame ga kiraman. Давайте 5 minutlik time frame ga kiramiz. Strukturani buzilishini ko'rishimiz kerak. Xo'p, qarang. Bizda mana bu maksimum bor, mana bu minimum bor. Bu maksimum minimum yaratib berdi. Keyin shu minimumdan boshlab biz bu maksimumni mana bu yerda buzdik. To есть bu yerda biz bo'z oldik. Bo'z bo'ldi, ya'ni struktura buzildi. Buy pozitsiya misola take. Mana bu maksimumga 15 minutlik time frame. Strukturani, ya'ni kichik time frame da buzdik. Agar OTga tortadigan bo'lsam, bozor OTga to'g'ri keldi, ya'ni OT zonaga, to есть market makerga sotib olish uchun bu qulay zona hisoblanadi. Tasdiq bo'lgandan keyin biz pozitsiya ko'rishimiz mumkin. Aslida bu yerda mana bu yerda manipulyatsiya bo'lgan. Buy to sell zona, shu buy to sell zonadan entry. Bu уже boshqa mavzu. Mana, yana bitta xuddi shunaqa пример. Endi давайте sell ga bitta пример ko'ramiz. Так, sell ga. Давайте sell ga. Именно shu OTS zonadan bozor pastga harakatlanib ketsa, вот, давайте вот это вот место. Misol. Mana bu yerda biz maksimumni zakrep qila olmadikda, bu minimumni buzdik. Bu SMS bo'ladi biz uchun. Shift bo'ldida, SMS bo'lgandan keyin mana qarang. SMS bo'lgandan keyin maksimumdan minimumgacha OTga tortamiz, bozor shu OTga kelish kerak. Mana keldi. Srazu kelganda siz kichik strukturaga o'tasiz. Mana 5 minutlik time frame. Bu yerda struktura buzilishi kerak. Siz sellga kirishingiz uchun. Xo'p, bu maksimum tanasi bilan buzilmadi, liquid yechildi. Bu yerda ham biz tana bilan buzmadik. Tanasi bilan buzganimiz. Tanasi bilan buzaylik. Sell pozitsiyani ko'rsak bo'ladi. Hali hech narsa bo'lmayapti. Чисто боковик. Так, yana bir marta liquidni yechdik. Bizda уже mana bu minimum paydo bo'ldi. Chunki bu minimumdan boshlab turib biz bu maksimumlarni yechdik, to'g'rimi? To'g'ri. Endi tanasi bilan shu minimumni buzadigan bo'lsak, mana tana bilan buzdi. Endi bu yerda sell pozitsiyaga kirsak bo'ladi. Stopni mana bu maksimumga qo'yamiz. Kattaroq time frame ga o'taylik-da, mana 15 minutlik time frame. Men OT'ni maksimumdan minimumgacha nimaga cho'zdim? Chunki bu yerda SMS bo'ldi. Ya'ni struktura almashib ketish kerak sell ga. Demak, bu yerda sell pozitsiyaga kirgan bo'lsam, men o'zimni take'imni shu minimumgacha qo'yishim kerak. Nimaga? Chunki men uchun bozor impuls, korreksiya, impuls bo'lib pastga tushib ketish kerak. Получается, bu to'g'ri. Ya'ni struktura bo'yicha. Yana bitta moment bor. Hozir shu dars tugagandan keyin bozorga backtest qilasizlar, qiziqasizlar, videoni ko'rasizlar. U har doim ham o'xshamaydi. Men prosta sizlarga tushuntirib berish uchun o'xshaydigan variantlarni ko'rsatyapman. Albatta, bu har doim o'xshamaydi. Albatta, stop ham bo'ladi, strukturani tushunmay qolasiz, lekin ko'p holatda agar ko'zingiz yaxshi o'rgansa, yaxshi
bozorda ko'p vaqt o'tkazib bu narsani ko'rsangiz, win rate baland narsa. Strukturada bu win rate yaxshi narsa. Misol uchun Umid aka, shu yerda buy side yetishga ketishi mumkinmidi bu yerda? Ya'ni tepagami? Ha, tepaga. Da, bu вообще любой paytda bozorda albatta любой narsa bo'lishi mumkin. No, bu именно nima desam bo'ladi? Именно bu пример sifatli пример bo'lgan, chunki bu yerda imbalans, не просто OTE, katta time frame da imbalans bor, и biz tek qo'ygan zonamiz ikkita bir xil minimum. Men har doim e'tibor beraman, qayerga tek qo'yapman. Bu yerda ikkita bir xil minimum bo'lsa, u degani pattern yoki texanaliz bo'yicha bu pattern. Ya'ni W, двойное дно, likvidность bor. То есть agar bu minimum yechganda, bu minimumda уже tekimni cho'zish qiyin edi. Lekin bu yerda juda yaxshi moment edi tek cho'zish uchun, и stopim uchun ham yaxshi moment chiqqan. Sababi bozor bu yerda maksimumlar bilan ishladi. Agar biz sessiyani yo'qadigan bo'lsak, по-любому bu yerda sessiya bilan manipulyatsiya bo'lgan. Shuning uchun ham sessiyani albatta qo'shamiz. Ну вот. Вообще шикарно ishlab bergan ekan. London Aziyani, Frankfurtni yechdi. Bizga tasdiq berdi. Mana bu yerda sell pozitsiyaga mana bu yerdan sell pozitsiyaga kirdik. Shunda Fibonacci'ni katta time frame da tortamiz, kichkina time frame da tasdiqlantiramiz. Da, xuddi shunday. Xuddi shunday. Shu kichkina time frame примерно necha 15 mi, yarimmi? 4 soatli, 1 soatli strukturani aniqlash uchun yaxshi. 5 minutli, 3 minutli struktura, ya'ni buzilsa, shu tasdiq uchun yaxshi. Ha. Bo'ldi. Так, дальше. Bu haqida gaplashdik, MS range haqida. Bu yerda yana struktura, high low. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda low, high asosiy bo'lsa, ichidagini har bittasini high low deb yozib ketmayapti. Asosiy lowmi, high. Mana yana bitta primer ko'rsataman, tushunmagan bo'lsanglar. Misol, mana qanday движение bor bizda. Так. Mana хаотичный, непонятный mana qanday движениялар bor mana. Чисто непонятный. Bu yerda qanday qilib maksimumni minimumni aniqlatish mumkin? Просто mana. Asosiy maksimumni olasiz. Так, давайте черным сделаю и пожирнее. Ana asosiy maksimumni olasiz. Asosiy minimumni olasiz. To'g'rimi? Всё, sizda maksimum minimum bor. Shu minimumda qaysi maksimum buzgan? Mana bu maksimum, to'g'rimi? Всё. Sizda уже yana bitta maksimum paydo bo'ldi. Bu minimumda bu maksimum buzgan, bu minimum paydo bo'lgan. Shu minimumda qaysi maksimum buzgan? Bumi yoki bumi? En tepadagini olasiz mana. Bu maksimum. Всё, buni buzdikmi? Bu minimumda qaysi maksimum buzgan? Mana bu buzgan. To'g'rimi? Yana to'g'rimi? Yo, xato bormi? Biz уже maksimumda olib oldik. Bu maksimum hisoblanmaydi bizda. Mana. И всё. Уже mana bu yerda mana maksimum paydo bo'ldi, bu minimumni buzdimi? Всё. И mana sizlarga struktura. Bu ichidagi har bitta maksimumni, minimumni ko'rsatish shart emas. Это не нужно. Ular likvid zona deb hisoblanadi, to'g'rimi? O'sha qolganlari. Ну, qo'pol qilib aytganda ichki likvid desak ham bo'ladi. Qo'pol qilib aytganda ichki likvid desak ham bo'ladi. O'sha ichkaridagi ichki likvid deyotganingiz o'zini maksimumni urib turib, keyin pastga olib ketsa-chi. Nima deganingiz? Tushunmadim. Va maksimumni beryapsiz-ku, masalan, o'rtasidagini. Aha, mana uni. O'rtadan o'shani yana maksimumni yangilab qo'ydi-da, pastga ketdi. Misol uchun tepaga chiqdi. SMS bo'ladi. Maksimum yangilab. И pastga tushdi. Yana ketdi shunday. Undachi. Ну всё, sizda maksimum bu yerda bo'ladi. Maksimumga o'tib ketadi shunday? Da. Ha, bo'ldi. Xo'p. Дальше bizda bu Notion fayl tugadi. Buni tashlab qo'yaman kanalga. Именно shuni faqat. Так, struktura bo'yicha nimani yana aytib bermadim sizlarga. Так, MS range haqida aytib berdim. Tasdiq olishni tushuntirib berdim. OTE zona haqida aytib berdim. Боковой trendda ko'proq
ikkita premyerni bersangiz yaxshi bo'lardi. Baribir ham bakovey ham ko'p bo'ladi-yu. Mm, Evet. Bakavikda eng zo'ri bu deviatsiya orqali ishlash. Qachonki bakavikda bozor juda ham yaxshi ko'radi manaqa narsani qilishni. Qaranglar, bakavikka tushib qoladi-yu. Misol uchun bakavikka tushganda birinchi zonaga chiqadi-da, ko'pchilik bay kirishni boshlaydi, keyin rezko pastga tushib ketadi. Bu yerda ham sell kirishni boshlashadi, но именно shu zonadan biz bay kirishimiz kerak. Mana bu zonadan. Mana bu deviatsiya deyiladi. Bu narsani primerlari juda ko'p. Mana hozir давайте любой paraga kiramiz, tam Bitcoin. Mana qo'shdim Bitcoinda 5 minutli time frame, tam даже давайте 15 minutli. Просто bakavikni topaylik-da, ko'rsataman. Hozirdagi holat. Tak. Menimcha impuls bo'ldi. Necha Bitcoin hozir? Oy. 86 bo'lib qoldimi? Xo'p, xullas. Hozir bitta bakavik topaylik. Ну, bu слабый misol, men такой yaxshiroq primer chiqsin. Ну, misol vot, qaranglar. Bu yerda asosiy yo'nalish, mana bu yerda likvid yechilgan. Bu уже как A nuqta deb olsak bo'ladi. Bizda misol uchun bozor shu likvidni yechib yana pastga ketish kerak. Biz uni bilib turibmiz. No biz просто smart money orqali, ICT orqali ko'rmoqchimiz bozorni. Lekin texanaliz bo'yicha ko'radiganlar bu yerda в целом misol bakavik qilib oladigan bo'lsak ham, bakavikdan yorib o'tsa, biz albatta buy pozitsiya qidirishimiz kerak. Bu bozor kerak bo'lsa sizga retest ham ko'rsatib beradi-da mana. E'tibor bering. Hozir bu bakavik, men даже liniya tortsam ham mana tipa retest qilib berdi. Shu retestdan mana buy pozitsiya ochiladi. Buy pozitsiya ochiladi. Lekin bu narsa biz uchun deviatsiya hisoblanadi. Ya'ni biz naоборот bu yerdan sell pozitsiya qidirishimiz kerak. Qachonki sellga tasdiq chiqsa. Mana misol uchun bu yerda mana BPR dan reaksiya berib zakreb beradigan bo'lsa, men sell pozitsiya ko'rsam bo'ladi. Mana BPR dan reaksiya berdi, zakreb oldim, всё. Biz naоборот sell ko'ramiz. Chunki bakavikda deviatsiya degan narsa bor. Mana bozor tushib ketdi. Конечно, siz kirganingizda bunaqa impuls bo'lmaydi. Bu yerda katta ehtimol bilan xabar, news bo'lgan. Но в целом ishlash shunaqa. Texanaliz bo'yicha bu yerda buy bo'lsa, bizda naоборот bu yerdan bu problemli poyez zona borganligi uchun BPR dan mana test berdik, zakreb oldik, bu yerda naоборот sell pozitsiya kiriladi. Biz, конечно же, fantastik error cho'zmaymiz. Eng yaqin minimumgacha. Всё, 1/6. Yomon emas. Mana shu Fibonacci'ni tortsa bo'ladi balki? Da, давайте tortib ko'ramiz. Mana maksimumdan minimumgacha. Mana bozor OTE zonaga keldi. Premium, не то что OTE, premiumga. Siz не то чтобы OTE ga e'tibor berasiz, именно premium marketga. Mana 0.5 dan tepa bu qimmat bozor. Bozor impuls qilgandan keyin korreksiya qilishni boshladi, qimmat bozorga kirdi va market maker uchun narxni bu yerdan sotib olish qulay narx edi. No, qimmat narx edi-da. Misol uchun 91 ming Bitcoin. Bu yerdan sotishni impuls qilish uchun, xohlamadi, невыгодно edi. Bu yerda narx 91, почти 92 ming deylik, 92 mingdan уже otdi pastga. Shunaqa qilib o'zingiz uchun tushuntirsangiz bo'ladi shu joyni. Tak, 1 minut. Bugun to'g'risini aytaman, boshqa ustozlardan ko'raman, hamma ustozlardan emas. Misol uchun yaxshiroq tushuntirdingiz-da. Ko'plarda mana shu temani eshitganman, men tushunmagan emas. Endi ko'p bolalarda o'qitib o'rganman-da men ham haligi aytmoqchiman, tushunmagan joyimdan mana. Aytmasimdan ham sразу tushunib o'zingiz aytyapsiz shu joyini. Sразу primerda misol uchun primerda mana men ko'rsatishim mumkin, to'g'ri chiqadi, chiroyli chiqadi, lekin baribir ham даже tushundim deb o'ylasangiz ham praktika qilishingiz kerak. Qachonki sizni ko'zingiz o'rganib ketsa, shunda real bozorda uni yaxshi ishlatishni boshlaysiz. Ungacha bo'lmaydi hech qachon bu narsa. Misol uchun mana menga ustozim bo'lsa, nimadir tushuntirdi misol uchun. Mana umid bu buy to sell. Bozor bu yerga kelganda tasdiq olasan, tepaga ketadi. Va shu holatni juda ham ko'p joyda biz backtest qilishimiz kerak. Har bitta backtest qilganda, ko'rganda qanaqa отработка bo'lishini ko'zimiz o'rganadi. Даже уже ментальный, даже психологический уровеньda ham biz уже уверенroq bo'lamiz. Chunki
Bilamiz bu narsa ko'p ishlagan. Mana misol qiling, mana 1 soatlik time frame, давайте shu buy to sell ni mana bunday kesasizda bozorda, pastga tushirasiz, bu grafik ko'rinmayapti. Podpiska sotib olasiz $15 o'zingiz uchun. IME $15 to'playdi, to'plab bo'lsa ham olvoring, lekin u backtest yaxshi narsa. Kesdingiz, mana bu zonaga keldik. Xo'p, men misol uchun buy to sellda nima qilmoqchiman? Backtest qilmoqchiman. Hozir buy to sell zonani istayapman. Tak. Xo'p, deylik mana misol bozor bu yerda likvidni yechdi, bu yerda buy to sell zona bo'ldi. Bozor bu yerga qaytsa, men sell pozitsiya ochishga harakat qilaman. Pastda tasdiq bo'lsa. Tasavvur qiling, men primerda ko'rsatyapman, endi mana bu yerda sell pozitsiya ochamiz. Tak. Всё, siz bu pozitsiyani ochishdan oldin jurnalingizga kirasizda, jurnalda bu narsani tashlaysiz, ko'rasiz atribotgasini. Okey, stop oldim. Tak, nima uchun stop oldim? Ko'rasiz. Umumiy yo'nalish buy ketyapti. Bozor, misol uchun tepaga zakrib olib ketyapti. Lekin men nimagadir bu yerda sell ko'rdim. Bu xato. Siz shunaqa qilib bozorni ko'rishingiz kerak, ya'ni praktika shunaqa qilinadi. Maksimalni o'zingizga tushuntirishga harakat qilishingiz kerak, любой momentda. Tak, hop. Deviatsiya haqida aytib berdim. Hozir yana primerlarni ko'raylik. Даже bitcoinda emas, tillarda ham ko'p chiqadi na samom деле. Но nimagadir bitcoinda ko'rgim keldi. Любой time frame bu narsa bo'ladi. Time frame bozor tanlamaydi hech qachon. Tak, bu primerni ko'rsatdim. Endi давайте boshqa primerni ko'rsataman. Mana na samom деле mana bu narsa haqida aytmoqchi edim. Bu hop, toza bokovik emas, lekin men sizlarga ko'rsatib bermoqchi narsa mana shu bo'lgan. Mana bu боковое движение. Mana чисто боковое движение bor, range. Bozor har doim mana birinchi chiqishini fake qildi, mana pastga. Nechta odam bu yerda sell pozitsiya qidiradi? Juda ko'p. Chunki o'ylaydi, to что всё, bu yerda protorgovka bo'ldi, sell pozitsiya kiradi. Lekin biz uchun bu sell emas. Bozor bu yerda likvidni yechgan. Buy kirish uchun bizga shunchaki inversiya kerak. 5 minutlik time frame mana bu inversiya hisoblanadi. Agar tanasi bilan bekilsa, biz buy pozitsiya ko'rishimiz mumkin. Qayergacha ko'ramiz? Eng yaqin likvidgacha. Likvidni qayerda ko'raman? Mana bu yerda men 3 burchak ko'ryapman-da. Bu texanalizda juda ham mashhur instrument. Mana 3 burchak. 3 burchakni yorib o'tishsa, sellga kirishadi. Texanalizchilar, to'g'rimi? Значит, stop losslari qayerda bo'ladi? Bu yerda, bu yerda, bu yerda. Taxmin siz tekingizni ham o'sha yergacha cho'zasiz. Bu yerda entry qildingiz. Mana entry zona, даже kelib berdi ham o'sha yerga. Так, что мне? Где long? Вот. Entry zona, stop и take, допустим, за ликвидность. И отработкani bu yerda kutasiz. Aytyapman, primerda chiroyli ko'rsatishim mumkin. Albatta misolda ko'rsatyapman. Likvid yechildi, entry zona, likvidgacha. Всё. Misol uchun error 1/3. Siz даже mana bu yergacha tushsangiz ham bo'lardi, 1/2, и то yetadi. Shuning uchun bokovikda birinchi marta qaygadir uchib ketsa, bitimga kirmanglar sразу. Mana bu yerda qarang. Biz shu OTE temani ham qo'shamiz bu yerga. Bizda mana minimum bor, maksimum bor. Minimumdan maksimumgacha OTE tortaman, mana OTE to'g'rimi? Bozor OTE kelmadi. Bu yerda tipa darajadan reaksiya olyapti-da, kimdir уже texanaliz bo'yicha buy kiradi. Biz kutamiz qachonki bozor arzon bozorga kirishga, mana bu arzon bozor deyiladi. Biz kirdik. Mana bo'ldi, OTE ga kirdik. Всё, bozor OTE da. И сразу buy kirmaymiz. Bizga tasdiq kerak buy kirish uchun. Inversiya. Mana misol uchun mana bu yerda imbalans IFVG bor. Hozir shu IFVG ni test qilyapti-da, mana bu maksimumni buzsa, bu yerdan buy pozitsiya ko'rsa bo'ladi. Tanasi bilan buzsa. Bu yerda bizga даже buni minimumda ham yechib berdi. Tak. Всё, bu yerda pozitsiya buy. Stop bu yechilgan minimumga и take mana maksimumga. Error to'g'ri kelsa, misol 1.42. Всё. Bu yerda OTE tema ham bo'ldi. Buni bokovikdagi birinchi pastga tushdi-yu, ko'pchilik sell kirishni boshlardi buni, qaysidir minimumlargacha. Yo'q, bunaqa bo'lmaydi. Bu чисто
как бы manipulyatsiya bo'lgan. Biz mana shu yerdan уже buy kutdik. Buy pozitsiyani. Har xillada ichishadi. Aziya misol uchun mana shunaqani anaqani flat ichida yuradi. London bechadi, keyin New York olib ketadi. Da, bu Polni AMD hammasini model. deydi. Juda ham ko'pchilik bu AMD model haqida biladi, no bu slishkam shablonli qilib olish ham noto'g'ri. Chunki bozorda kunliga nisbatan, 4 soatliga nisbatan har xil vaziyat bo'ladi. Har doimo bunaqa ishlamaydi. Uni как shablon qilib olish kerak emas. Siz maksimalniy bozorga moslashib turib bu narsaga qarashingiz kerak. Lekin da, в целом yaxshi ishlaydi bu narsa. Sessiyani yoqaylik-da. Bu yerda ham chiqadi mana. Hozir. Bakovik emas. Ну вот, misolda bizda Aziya определенный range da yurib berdi. London ochildi, manipulyatsiya qildi. New York ochildi, уже asosiy yurish qilib berdi mana. Akkumulyatsiya, manipulyatsiya и distributsiya. AMD. Все, уже uni desa mana anaqa bo'ldi. Mana bu yerdan xuddi shu akkumulyatsiya, bu yerda manipulyatsiya bo'lgan и уже distributsiya ketdi pastga. То есть likvid to'plandi, manipulyatsiya bo'ldi, market maker bilan и asosiy yo'nalish shu Amerika ochilganda объем kirdi, все, bozor asosiy yurishini qildi. Mana shu yerda o'rtada range desak bo'ladimi-ki? O'rtada mana. Manipulyatsiyaning o'rtasida. O'sha. Yo'q, salbiyroq. Maytda. O'sha tarafda. Ну, bu yerda Flat desak bo'ladimi shu yerda? Da, bu yerda flat bor, чисто bokovik. Misol uchun flatni yorib chiqdi-yu, anaqa bizni qarshi tomonga kirmadi-da, misol uchun pozitsiya ochmadi. Da, chunki bu yerda именно bu momentda siz ko'rasizda, xo'p, deylik, men buy pozitsiyaga kirmoqchiman. Mana bu yerdan bozor buyga tasdiq berdi. Men mana shu yerdan buyga kiraman. Stopni bu yerga qo'yib, и tekni mana bu maksimumga cho'zaman. Endi siz уже kontekstga qarashingiz kerak. Men уже kontekstga umumiy qaraydigan bo'lsam, men tekimni qayerga cho'zyapman? Birinchidan London Aziya bilan Frankfurtni yechdi. Ditcha oldinroq qilsam, bu yerda o'tgan sessiyalarni ham yechgan. Ya'ni bu maksimum ko'p likvid bilan ishladi. Ikkinchidan, bu yerda katta imbalans bor. Bozor mayga yurib движение qilib bersa ham, o'sha imbalansni hurmat qilib pastga tushib ketishi mumkin. То есть bu pozitsiyani ochish menga qanchalik выгодно, shu narsani ko'rasiz. Shunda baribir ham anaqani kitob qo'yish kerak, likvidlarni, misol uchun yechgan joylarni. Bu yerda gap не то что likvidность, bu narsa kontekst deyiladi. Siz kontekst deganingizda strukturani ham, imbalansni ham, katta time frame'da ham hisobga olasiz. No именно hozir strukturani haqida gaplashadigan bo'lsak, именно shunaqa. Siz уже sekin misol uchun strukturani darsini o'tdik, keyin likvidность darsi, keyin zona darsi, keyin modellar, keyin уже shunaqa qilib ketib, oxirida tizim, jurnal bo'ladi. И siz уже kontekst, order flow'larni qo'shib, umumiy bozorni, ya'ni hamma yo'lni birga qilib umumiy ko'rishni harakat qilasiz. No albatta praktika ko'proq qilish kerak ko'z o'rganish uchun. Любой narsani. Так, kimda qanaqa savollar bor shu struktura bo'yicha, боковик bo'yicha? У кого-нибудь есть вопросы, ребят, задавайте. Agar kimda savollar bo'lsa. Hech kimda yo'qmi? Hamma tushunarli bo'ldimi? Zo'r tushunarli bo'ldi lekin aka. Hop, Samandar akada savoli bor. Shekilli. Allo, assalomu alaykum. Anton Zvezdin kim asha? Juda tanish лицо kim uni? Men sizni bitamda ro'z bratan debman. Yo'q, aka, internetdan olganman, ko'rasizmi? Na. Tak, Samandar akada savol yo'qmi? Tak, akalar boshqa hech kimda savol yo'qmi? Hamma tushunarli. Da zo'r bo'ldi o'tgan masa. Tushunarli bo'ldi. Zapis tashlab qo'yarsiz-ki, anaqa. Da,
kanalga tashlayman, tam qanchadir reaksiya yig'ilsa, zapisini tashlab qo'yaman. Bu dars именно shu prop olganlar uchun edi. Просто где-то 6 ta odam menga ответ yozmadi. Menimcha ular bugun kutishmadi dars bo'lganini, hatto men kecha e'lon berganman. Shuning uchun 4 ta 5 ta odamga bermay deb turib kanalimga berdim. Уже keyinchalik yig'ilsak, shu propni oladiganlar уже men kanalda bunaqa darslar bermayman. Alohida ular uchun bu darslar o'zi mo'ljallangan. Agar sizlar ham qo'shilmoqchi bo'lsanglar, prop shot olishinglar kerak bo'ladi. Mana shunaqa sifatli darslarni Xudo xolasa davom ettiramiz. Qiziq bo'lsa, ko'proq ma'lumot beraman. Lichkamga yozib yuborasizlar, lichkamni ham qoldirib ketaman. Hozir efirda o'chiraman. Birinchi sizlarga Notion fayl tashlayman, struktura bo'yicha. Keyin shu reaksiya yig'ilsa, men shu efirni zapisini tashlab qo'yaman. Hammaga rahmat vaqt ajratganinglar uchun. Rahmat Umid aka. Все, charchamaysiz. Mayli, Rahmat. rahmat aka. Все, давайте. Удачи.